Salom do'stlar. Siz bilan Jahon Adventistlar radiosining rahbari Dwayne Maki va biz yana dunyoning so'nggi hisoboti dasturidamiz. Eslatib o'tmoqchiman. Bu Kemi bilan bo'lgan Injil bashoratlari sirlarini oshkor qilish dasturining davomi. Bugun kechqurun bizni qiziqarli mavzu kutmoqda. Muqaddas kitobda yolg'on borligini bilganmisiz? Ha, va hatto bir nechta. Biroq u allaqachon fosh qilingan. Biz Xudo kalomidagi yolg'on ta'siri bo'lgan juda muhim narsani ko'rib chiqamiz. Qachonki biz kalomni o'rganib, Xudo haqiqatini qanday ochib berganini ko'rganda, siz hayratda lol qolasiz. Xush kelibsiz do'stlar. Biz darhol diqqatimizni Xudoning kalomini o'rganishga qaratib, bu buyuk yolg'on haqida bashoratni nima deyishini ko'ramiz. Eslasangiz, oxirgi marta biz Vahiy kitobida topilgan eslatma mavzusini o'rganib chiqdik. Va endi biz tarixda sodir bo'lgan voqeani yashirishga uringan haqiqatni ko'rib chiqamiz. Siz hayron bo'libgina qolmay, hayajonda qolasiz. Ushbu kunning muhim mavzusini o'rganishdan oldin, keling birgalikda ibodat qilaylik. Samoviy Ota, biz seni juda yaxshi ko'ramiz. Hozir ibodatda huzuringga kelib, seni yuragimizga taklif qilamiz. Qachonki biz Injil bashoratlarini o'rganayotganimizda, qalbimizga kalom orqali kirib, aniq tushunchaga ega bo'lishimizga yordam ber. Oxirgi zamon voqealaridan xabardor bo'lishda, sening irodangni aniq bilishimizga yordam ber. Masih nomi bilan ibodat qilaman. Amin. Aytib o'tganimdek, oxirgi mavzuyimiz Vahiy kitobida topilgan eslatma deb nomlangan. Keyingi mavzu butun yer hayratda qoldi deb nomlanadi. Bashoratga murojaat qilib, juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Butun yer hayratda qoldi. Bu ajoyib bashoratdir. Chunki biz yana kalomni o'qib, Xudo hozirgi kunda bizga gapirayotganini bilamiz. Keling jumboq qismlarini birlashtiramiz. Xudoning shohligi abadiy davom etadigan yagona dunyo tartibi bo'ladi. Bugungi kunda nimalar sodir bo'layotgani haqida eshityapsiz. Men o'zim yaqinda bitta nashrda odamlar aloqalarini o'rnatishni amalga oshirishni rejalashtirgani haqida o'qib oldim. Bu haqda kelasi haftada gaplashamiz. Shuningdek, bashoratli alomatlar bizga Xudoning shohligi yaqinda kelishi haqida aytadi. Iso qaytib kelganda Armagedon jangi avjiga chiqadi. Vahiy kitobining asosiy qahramoni, sodiq shohid, qo'zi, shohlar shohi Iso. Vahiy kitobining asosiy yovuz qahramoni qadimgi ilon, iblis, ajdar, shayton. Shaytonning jiddiy niyatlari bor. Lekin Xudoda reja bo'lib, u bizni qutqarish uchun hamma narsani qilishga tayyor. Men Iso tomonda bo'lishni xohlayman. Sizchi? 3 farishtaning xabari, Injil haqiqati, hukm, Bobilning qulashi, yaratganga sajda qilish, bularning bari Vahiy kitobining 14-bobida. 3 farishta xabarida bo'lib, Iso yanada qaytib kelganda Armagedon jangi avjiga chiqadi. Bobilning qulashi, dunyoning oxiri va 7 balo ham xuddi shu vaqtda sodir bo'ladi. Bularning barchasini batafsil o'rganamiz. Bir necha dasturdan oldin kim suvga cho'mishi kerak degan mavzuni gaplashganmiz. Xo'sh, agar siz hech qachon Iso kabi suvga cho'mmagan bo'lsangiz, unda buni qilishingiz kerak. Bundan tashqari, agar siz suvga cho'mgan bo'lsangiz ham, lekin Xudodan uzoqlashib ketgan bo'lsangiz, endi siz Isoga qaytishni istasangiz, agar siz yana haqiqatni o'rgangan bo'lsangiz, siz suvga cho'mishingiz kerak. Siz cho'pon, men suvga cho'mishni xohlayman, men uchun ibodat qiling desangiz, biz siz bilan bog'lanamiz. Hammasini hal qilamiz. Bu sizning hayotingizda eng yaxshi vaqt bo'ladi. Maxluqning 9 xususiyati. Bu haqda ham gaplashdik. Ajdaho. Ajdaho kimligi esingizdami? Ajdaho qadimgi ilon. U shaytondir. 1. U maxluqqa butun dunyo ustidan hokimiyat beradi. Diniy hokimiyat kuchini. U maxluqqa kuchini, ajdaho kuchini berdi. 2. U maxluqqa o'z taxtini berdi. 3. U Xudo azizlarga qarshi urush olib boradi. 4. U halokatli jarohat oladi. 5. Halokatli yara shifo topadi. Bularning barchasini keyinroq ko'rib chiqamiz. Buning bari albatta juda qiziq ekanligini ko'rasiz. 6. Butun dunyo maxluqqa lol qoladi. 7. Maxluq kufrona so'zlar gapiradi, ya'ni u Xudo ekanligini da'vo qiladi. 8. Hamma maxluqqa ta'zim qiladi va 9. Zamon va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. U aslida shunday qilishga bor kuchi bilan harakat qiladi. Buni ushbu taqdimotda ko'rib chiqamiz. U Xudo qonunini o'zgartirishga harakat qiladi. Barcha taqdimotlarimiz markazida kim turganini eslaysizmi? Ularning hammasi Iso haqidami? Ha. Quddusdagi qabr bo'sh. U yerda bo'lish bu ajoyib imkoniyatdir. Bir necha oy oldin biz u yerda bo'ldik. Biz u yerga borib, qabrni bo'shligini ko'rish bu juda ajoyibdir. Qabr bo'sh. Boshqa barcha dunyo va diniy rahbarlarning qabrlari bo'sh emas, band. Lekin Quddusdagi Isoning qabri bo'sh. Bu xursand bo'lish uchun sabab emasmi? Xudoga shukr, qabr bo'sh. 3 muhim narsa bor. Bizlar kitobning oxirida turibmiz.
Deyarli barcha bashoratlar, muqaddas kitobning barcha buyuk bashoratlari amalga oshdi. Bu kitobning oxiri, bashoratlarning eng buyugi bo'lgan oxirgi bashorat shundan iboratki, Isoning ikkinchi bor kelishi yaqinlashmoqda. Ikkinchi muhim narsa onalar ibodati. Har birimiz uchun onalarimiz ibodat qiladi. Men tirik bo'lmagan bo'lardim. Sizga yana va yana onamning ibodatlari haqida takrorlayman. Va bugungi kunda tirik bo'lganimning sababi shudir. Bilaman, onam men uchun va men onam uchun ibodat qilganmiz. Va tez orada Iso kelganda uni yana ko'raman. Men Iso qaytib kelishidan xursandman. Uchinchidan, Xudoda reja bor. Unda siz va mening hayotim uchun reja bor. Bu shunday ekanligiga ishonch hosil qiling. Sizga bir hikoya aytib berishimga ijozat bering. Sizga yaqinda egilgan pichoq ko'rsatib, bu hikoyani davomini aytib beraman degandim. Eslaysizmi? Bir necha oy oldin biz Keti bilan Isroilga bordik. Quddusni aylanib chiqdik. Iso tug'ilgan Baytlahemga yaqin joyda bo'ldik. Hozir aytib o'tganimdek, bo'sh qabr ziyorat qildik. Keyin Tel Avivga bordik. O'sha poytaxtda men ertalab voizlik qilishim kerak edi. Yetib kelganimda Vissam Ali bilan uchrashdim. Vissam ajoyib inson, ajoyib cho'pon. Uning rafiqasi Odri Janubiy Afrikadan, u esa Nosiradan. U nosiralik arab cho'pon. U Nosiradagi eng yirik deb hisoblangan arab qabilasidan. Biz yaqinda ularni hammasini suvga cho'mdirdik. Bir nechtasi bundan mustasno. Bu ajoyib voqea Vissam bilan sodir bo'ldi. Bir muncha orqaga, Vissam o'smir bo'lgan vaqtiga qaytamiz. U Iso haqida savollarni bera boshladi. Uning oilasi uni 2 marta toshbo'ron qildi. Hozir u yashagan uyga yaqin bo'lgan joyda uning amakivachchalari yashab, unga tosh otishdi. Otasining katta akasi Vissamni ustiga yotib, uni toshbo'rondan saqlab qolishni so'radi. Otasi unga Isroildan ketishi kerakligini aytdi. Vissam narsalarni yig'ishtirib, birozdan keyin Isroildan ketib, oxir oqibat u Bogenhofen, Avstraliya Masihiylar universitetiga kirib, voiz bo'ldi. U Janubiy Adventistlar universitetiga topshirib, o'qishni davom ettirdi va bir necha yil oldin u xotini Odri va qizi bilan Nasroga qaytib, Nosiradagi jamoatimizga cho'ponlik qilishni so'rashdi. Ular u yerda ajoyib ta'sir markazi bo'lib, unda bizning radio markazimiz joylashgan. O'sha radio stansiya orqali biz dunyoning o'sha qismiga xushxabar tarqatamiz. Biz bundan juda xursandmiz. Va Vissam bunda bizga yordam beradi. Vissam biz borgan Tel Avivdagi jamoatda edi. Lekin u bizga, men uzoq qola olmayman, janozaga borishim kerak dedi. Rostdanmi? Nima bo'ldi? 2 amakivachcham mototsiklda avariya bo'lib halok bo'lishdi. Nima? Bu qanday sodir bo'ldi? Siz bu voqeani eshitmadingizmi? Men yo'q dedim. U shunday dedi. Bir necha oy oldin unga yaqin joyda yashagan amakivachchalarni eslaysizmi? Bu ko'p yillar oldin uni toshbo'ron qilmoqchi bo'lgan oila. Vissam masihiy bo'lgani uchun ular uni o'ldirishga qasam ichishdi. Qoyil. Va bu ikki oila orasidagi keskinlik munosabat yillar davomida davom etib to'xtamagan. Bir kuni erta tongda Odri qichqirib va yig'i ovozini eshitdi. Vissam pastda edi. Odri deraza oldiga yugurib borib, u yerda barcha akalarini ko'rdi. Vissam ham o'z oilasini akalarini ko'rdi. Ular, "Biz seni o'ldiramiz!" deb qichqirishdi. Va ulardan biri pichoqni olib, mana shunga o'xshagan, to'g'ri tekis pichoqni olib, Vissam o'girilganda buyrak tomoniga orqadan pichoqladi. Ammo pichoq tanaga kirmadi. Bu qayrilgan edi. Qayrilgan. Bu zanglamaydigan po'lat bo'lgan. Zanglamaydigan po'lat qayrilmaydi. Ikkita mutaxassisdan ushbu pichoqni tekshirishni so'radim. Ular pichoqni ko'rib, bu pichoq qayrilishi mumkin emas deyishdi. Bu zanglamaydigan po'lat, u sinishi kerak edi. Lekin bu pichoq qayrilgan. Menimcha u yerda farishtaning qo'li bo'lib, shunday qilgan. Uning amakivachchasi qo'rqib ketganidan u pichoqni tashlab qochib ketdi. Va u qochayotgan paytda Vissamning akasi, "Sizga videoni ko'rsataman. Sizga yoqadi." Jahon Adventistlar radio dunyoning eng chekka burchaklarida 130 dan ortiq turli tillarda eshittirish olib boradi. Biz buni deyarli 50 yil davomida qilib kelamiz. Lekin men hech qachon bu narsani ko'rmaganman. Biz isyonchilarni va qotillarni suvga cho'mdirdik. Deyarli har kuni dunyoning turli qismlarida sodir bo'layotgan ajoyib mo'jizalar haqida yangiliklar olamiz. Lekin bu yerda Nosirada yashagan Vissam hikoyasi yuragimga o'zgacha ta'sir qildi. Bir namuna bo'ldi. Vissam musulmon oilasida tug'ilib, katta bo'ldi. Uni masihiylardan nafratlanishga o'rgatgan. Uning singlisi masihiy bo'lishga qaror qilganda, oilasi Vissamni singlisini o'ldirishga yubordi. Lekin unga Xudodan bir tush berildi va u muqaddas kitobni o'rganishga qaror qildi. Tez orada u o'z iymon haqida, oilasi bilan bo'lishish uchun Nosiraga qaytib keldi. Shunda buni eshitib uning amakisi juda jahli chiqib, uni toshbo'ron qilishga buyurdi. Akasi bunga aralashmaguncha toshlar yana va yana unga uchib keldi. Keyin otasi Vissamga u yurtdan qochib ketishiga maslahat berdi.
Yillar o'tib, keyin uning otasi va amakisi vafot etdi. Visamning onasi unga qaytishini so'radi. U darhol buni Nosirada Iso haqida aytib berish imkoniyati deb qabul qildi. Shuning uchun ta'sir markazini yaratishga qaror qildi. U yerda ingliz tilini o'rgatishda muqaddas kitobdan foydalandi. Biz ham Visamga odamlar orasida tarqatish uchun maxsus qurilmalarimizni berdik. Biroq o'lgan amakisining o'g'illari Visam nima qilayotganini bilishganida, keyinchalik ishlar yanada yomonlashdi. Ko'p yillar avval Visamga tosh otishda ular ham ishtirok etishgan. Endi esa odamlarni yig'ib Visamga hujum qilish uchun uning uyiga kelishdi. Visamning rafiqasi Odri pastda shovqinni eshitib, nima bo'layotganini ko'rish uchun yugurdi. U darhol Visam xavf ostida ekanligini tushundi. Shuning uchun u tizzaga yiqilib ibodat qila boshladi. Visamni temir bilan urishganda, ukalari uni himoya qilishga shoshilishdi. Ammo keyin uning amakivachchasi pichog'ini chiqarib, Visamga sanchdi. Lekin hayratlanarlisi, pichoq qayrilib, Visam sog' qoldi. Visamning akasi qayrilgan pichoqni olib, Xudoning odamini o'ldirishga yana urinma dedi. Shunda xaloyiq orqaga chekinib, Visamga tahdid qilib, biz seni qachon va qayerda o'ldirishimizni bilmaysan deyishdi. Bir necha oydan so'ng Visamga qo'ng'iroq qilib, xuddi o'sha amakivachchalar mototsiklda halokatga uchrab, halok bo'lgani haqida xabar berishdi. Bu hikoya yana bir bor, Xudo biz bilan bo'lsa, unda kim bizga qarshi? degan so'zni eslatadi. Mana bu ajoyib. Qanday ajoyib hikoya? Bu ajoyib emasmi? Bu pichoq qayrilgan. Amakivachchalardan biri ketayotib, uni so'yib yuborishni aytgan edi. Boshqasi uni uraman deb tahdid qilgan edi. Voqeadan bir necha oy o'tgach, Visam oilaviy kengashga bordi va uning oilasi qo'shnilariga o'sha amakivachchalarga hujum qilishga qaror qildi. Lekin Visam, yo'q, Xudo menga hech narsa qilma, sen uchun kurashaman dedi. Janozadan oldin Visamga qo'ng'iroq qilib, amakivachchalar mototsiklda ketayotib, burilishda mashina bilan to'qnashib, halok bo'lishganini aytdi. Aslida do'stlar, ulardan biri boshi uzilib ketgan. Bu o'sha Visamni so'yib tashlayman degan edi. Va boshqasi Visamni uraman degani jarohatdan o'ldi. Qoyil. Bu juda ajablanarli. Siz nima deysiz bilmayman-u, ammo do'stlar, men Xudoning tarafida bo'lishni istayman. Sizchi? Shunday qilib bir kun kelib biz orqaga qarab nima bo'layotganini ko'ramiz. Iso yana keladi. Visam uchun ibodat qilinglar do'stlar. Biz uchun va Jahon radiosi Nosradagi ishimiz hamda u yerda xushxabar tarqatish imkoniyati uchun ibodat qiling. Biz arab aholisining katta qismiga xushxabar tarqatmoqdamiz. Masihning yaqinda kelishi haqidagi xabarni efirga uzatganimizda va Isoda yashiringan haqiqatni e'lon qilayotganimizda, Xudo bizni marhamatlashi uchun ibodat qiling. Haqiqat juda muhimdir. Mana shuning uchun biz eng katta yolg'onni fosh qilish haqida aytamiz. Haqiqat muhimdir. Kimdir Xudoning qonunini o'zgartira olishini tasavvur qila olasizmi? Yaqinda bir kichik hikoya o'qidim. Bu bir necha yil oldin sodir bo'lgan. Amerikada beysbol o'ynashni yoqtirishadi. Bu eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotlardan biridir. Bir beysbol murabbiyi bo'lib, u uzoq yillar trener bo'lib ishlagan. Uning ismi John Collins. Va u 4000 trener uchun bo'lgan bir tadbirda ishtirok etdi. Bu maxsus uchrashuv bo'lib, uni nutq so'zlashga taklif qilishdi va u sahnaga chiqqanda maydonni misol qildi. Maydondagi narsalar bu siz. To'pni tashlaydigan joyga borish uchun siz bu plitkani kesib o'tishingiz kerak. Va u murabbiydan so'radi. Uy bazasining hajmi qancha? Va ular 17 dyuym dedi. Bolalar uchun bo'lgan kichik ligalarning hajmi qancha? 17 dyuym. Yosh bolalar ligasining hajmi qancha? 17 dyuym. Yoshlar ligasidagi bazaning hajmi qancha? 17 dyuym. New York Yankeesdagi Oliy ligadachi 17 dyuym. U shunday dedi. Tasavvur qiling, sizda haqiqatan ham yaxshi o'yinchi bor. Siz jahon o'yinidagi Oliy ligada qatnashyapsiz, ammo u chegaradan o'ta olmaydi. Qachonki u o'sha to'pni uzatganda, u maydonni kesib o'ta olmaydi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Balkim uy maydonni kamida 18 yoki 20 dyuymgacha oshirish mumkindir. Shunday qila olasizmi? Yo'q. Mana uy bazasi, bu nima? U 17 dyuym. Siz qoidani o'zgartira olmaysiz. Xudo bilan bo'lgan munosabatda ham xuddi shunday. U bizga 10 ta amr berdi. Bu 10 ta amr tavsiyanoma emas. U 10 ta amrdir. Shunday qilib, biz baxt va quvonchga ega bo'lishimizda amrlar atrofimizdagi qurilgan to'siqdir. Mana shunday. Bunday Xudoni tasavvur qila olasizmi? U bizni juda sevadi. U bizni himoya qilmoqchi. Shuning uchun u bizga bu 10 qoida, ya'ni 10 ta amrni berdi.
Biz uni o'zgartira olmaymiz. Agar men bunday qilsam nima bo'ladi? Yo'q. Balki ozgina o'g'irlik qilsamchi? Ehtimol men ozroq qotillik qilsamchi? Yo'q. Yo'q. Yomon narsa o'z-o'zidan yomondir. To'g'ri narsa har doim to'g'ridir. Shunday qilib, biz haqiqat haqida gapiramiz. Ehtimol siz butun dunyo hukumatidagi axborotni yashirishga harakat qilishgani haqida eshitgandirsiz. Ehtimol hatto mahalliy shahar kengashlari, mahalliy politsiya bo'limlari biror narsani yashirishga harakat qilayotgandir. To'g'ri narsa har doim to'g'ridir. Yomon narsa esa yomonlikdir. Bu Xudoning yo'li emas, hech ham. Demak, keling muqaddas kitobga murojaat qilaylik. Agar u muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, men bunga ishonaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Bu biz har safar aytadigan so'zlar. Chunki bu Xudo kalomi haqida. Bu Xudoning so'zi. Bu uning bizga aytgan so'zi. Bu farzandlarga yozilgan sevgi maktubi. Chunki u bizni juda sevadi. U bizga kelajakda nima bo'lishini aytmoqchi. U bizni qanchalar sevishiga ishontirmoqchi. U faqat biz uchun o'lgan. Agar siz yer yuzidagi yagona gunohkor bo'lsangiz, garchi biz hammamiz gunohkormiz. Muqaddas kitobda aytilishicha, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Agar siz yerdagi yagona gunohkor bo'lsangiz edi, Xudoning o'g'li Iso faqat siz uchun bo'lsa ham o'lgan bo'lar edi. Bunday sevgini tasavvur qila olasizmi? Agar u muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, men unga ishonaman. Mana nima uchun men doim bu haqida aytaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. Xudo ba'zi narsalarni muqaddas qiladi. Biz bilamizki, uning ismi muqaddasdir. Muqaddas kalom muqaddasdir. Shanba muqaddas, ushur, o'nlik muqaddasdir. Bizning tanamiz muqaddasdir. Biz Xudo muqaddas qilgan narsani hurmat qilsak, uning barakalarini olamiz. Men uning barakalarini xohlayman. Sizchi? Keling hozir vaqtni orqaga qaytarib, oldingi voizlik haqida bir oz gaplashaylik. Bizning dunyoyimizda juda ko'p chalkashliklar bor. Ma'lum bo'lishicha, odamlar ko'p narsa haqida bahslashadi. Lekin yaxshiroq tushunish uchun biz yana orqaga qaytib, ba'zi matnlarni o'qiymiz. Vahiy 1:10. Rabbiyning kunida Xudo ruhi meni qamrab oldi. Bunda haftaning qaysi kuni ekanligi ko'rsatilmagan. Rabbiyning bir kuni borligi aytiladi. 7 kundan biri uning kuni va bu juda aniq aytilgan, shunday emasmi? Biroq bu qaysi kun ekanligi aniqlanmagan. Matto 12:8, Mark 2:28. Bu oyatlarda yozilishicha, inson o'g'li shanba kunining Rabbidir. Demak, Rabbiyning kuni shanba. U shanba kunining Rabbidir va bu Xudoning kuni. Muqaddas kitob bu haqida juda aniq aytadi. Chiqish 20:8. 10 amrlar. Shabbat kunini muqaddas deb biling. Bu kunga rioya qilib yuring. 7-kun esa Xudoga atalgan Shabbat kunidir. 8 va 10 oyatlar 10 amrning asosida joylashgan. Aslida bu 4-amrdir. Xo'sh, bu yerdan biz aniq tushundikki, Rabbiyning kuni bu shanba kun. Bu 4-amrga ko'ra 7-kundir. Hammasi birlashadi. Bu vazifani osonlashtiradi. Muqaddas kitob o'z-o'zini tushuntiradi. Bu qiyin emas. Agar siz satrma-satr o'qishni davom ettirib, ozgina u yerdan va ozgina bu yerdan o'qisangiz, hammasi bir-biriga to'g'ri kelib, chuqur ma'noga ega bo'ladi. Men Oklahomada katta bo'lib, panjara qurishda otamga yordam berganman. Bu qanday amalga oshiriladi? Siz ustun qo'yasiz va keyin biroz masofaga uzoqlashasiz. Ba'zan agar yer tekis bo'lsa, siz yanada uzoqroqqa borib, yana bir ustun qo'yishingiz mumkin. Keyin ikki ustun o'rtasidan simni tortasiz va keyin ularni tekislaysiz. Shundan so'ng sizda tekis mustahkam panjara bo'ladi. Muqaddas kitobda aytilishicha, bu yerdan va u yerdan satrma-satr bir oz o'rganing. Va siz barcha qismlarni birlashtirasiz. Shunda siz haqiqatni ko'rasiz. Hammasi birlashadi. Xudo kalomi o'zini o'zi tushuntirib beradi. Bu qiziq emasmi? Rabbiyning o'z kuni bor. Rabbiyning kuni shanba, 7-kun Rabbiyning shanbasi. Xudo faqat 2 marta barmog'i bilan yozganini bilasiz. Buni sizga avval ham aytgandim. Bir kuni zinoda ushlanib gunoh qilgan ayol Maryam Isoning oyoqlari oldiga tashlandi. U qumga yozishni boshlaganda, uni ayblagan odamlar qochib ketishdi. Shunda Iso ayolga, "Seni ayblaganlar qani?" U atrofga qarab, hamma ketganini ko'rib, "Hech kim yo'q, Rabbiy" dedi. Qoyil. Uning gunohlari kechirildi. Bor va endi gunoh qilma. Amirlarning eng markazida, aynan amirlarning eng chuqur joyida Xudo 10 ta amirni barmog'i bilan yozgan. Xudo aytadi: "Shabbat kunini muqaddas deb biling. Bu kunga rioya qilib yuring." U shunday deb yozgan: "Zino qilma." U shunday deb yozgan: "O'g'irlik qilma." U o'zining shaxsiy barmog'i bilan 10 ta amirni yozgan. Bu muhim bo'lishi kerak. Aks holda Xudo bunday qilmagan bo'lardi. Demak, shanba bu yaratilish eslatmalaridir. U yana shu narsaga qaytadi. Xudo yerni 6 kunda yaratdi. Bu juda ajoyib. Bu Xudo. U gapirganda aytgani bajo bo'ladi.
Unga 6 kun kerak emas edi. U charchamagan. Yo'q, bu yaratguvchi Xudo. Ammo buning bari 6 kun davom etib. Bu bilan u sizga va menga namuna ko'rsatmoqchi edi. Shuning uchun u aytdi: "Shabbat kunini muqaddas deb biling." 6 kun davomida. O'ylaymanki, u unutishimizni mumkinligini bilgan. Shunday qilib, u bizga unutmang dedi. Xudo dunyoni 6 kunda yaratdi va 7-kuni dam oldi. Ibtido 2:2. 7-kuni Xudo hamma ishlarini bitirib dam oldi. 7-kuni dam oldi. Qaysi kuni? Qaysi kuni? Qanday qilib aniq bilish mumkin? Odamlar aytadi: "Xo'sh, ha albatta, biz bilamiz, lekin bu azalda bo'lgan. Ammo bugungi kun haqida nima deyish mumkin? Buni qanday bilasiz?" Demak, muqaddas kitob bizga yana javob beradi. Luqo 23:54 ni eslang. Bu kun Shabbat arafasi bo'lib, Shabbat kuni boshlanishiga oz qolgandi. O'sha kun juma edi, shanba esa kelayotgan edi. Men bu haqida oxirgi marta aytayapman. Xulosa sifatida, eslatma sifatida. Haftaning barcha kunlari, ularning hech birining ismlari yo'q. 1-kun, 2-kun, 3-kun, 4-kun, 5-kun, shanba kunidan bir kun oldingi tayyorgarlik kuni. Tayyorlash kuni va Shabbat. Bu dunyodagi barcha tillar uchun to'g'ridir. Mana qanday. Endi haftaning barcha kunlari nomlari bor. Dushanba va hokazo. Bu nomlarni yunonlar qo'shgan, lekin ular muqaddas kitobdan olingan emas. Muqaddas kitobda aniq aytilgan tayyorgarlik kuni va shanba. Faqat shu 2 kun o'z nomiga ega. Luqo 24:1. Yakshanba kuni erta tongda ayollar tayyorlab qo'ygan xushbo'y moylardan olib qabrga keldilar. Qabr bo'sh bo'lgan. Shunday emasmi? Qaysi kuni? Haftaning 1-kunida. Biz bu kunni dunyoning ko'plab mamlakatlarida fisq tirilishi deb aytamiz. Bu tirilish kuni. Mana shunday. Bu muhim kun. Agar Iso tirilmaganda edi, bizning iymonimiz behuda bo'lardi. Biz ikkita juda muhim narsalar haqida gaplashyapmiz. Dunyoning yaratilishi, Xudo bizning yaratguvchimiz va bizning qutqaruvchimiz. Iso biz uchun o'ldi va 3-kuni fisq tirilishida Iso tirilganini bilamiz. Har yili bu kun kelganda biz aynan o'sha ekanligini bilamiz. Hech qanday chalkashlik yo'q. Shanba qaysi kun bo'lib hisoblanishi haqida hech qanday shubha yo'q. Bu yakshanbadan bir kun oldin. Iso qabrda bo'lgan kun. Luqo 23:54 tayyorgarlik kuni. Biz uni azobli juma kuni deb aytamiz. Chiqish 10-amir. 20-bob 10-11 oyatlar. Shanba kuni yoki Shabbat deyiladi. Va nihoyat, haftaning 1-kuni fisq tirilishi deb nomlanadi. Hech bir chalkashlik yo'q. Chalkashga hojat yo'q. Ehtimol ba'zi bir kunlar yo'qolgandir deb aytmaslik kerak. Yo'q, kalendar bir marta o'zgargan. Lekin bu hafta o'rtasida edi. Haftalik sikl, 7 kunlik haftalik sikl hech qachon o'zgarmagan. U o'zgarmagan. Uzoq vaqt oldin, miloddan avvalgi 350-yilda, taxminan 2360 yil oldin, buyuk biolog Aristotel shunday dedi: O'rgimchiklarning 6 oyog'i bor. Shuning uchun 20 asr davomida odamlar bunga ishonib, buni haqiqat deyishgan. Chunki hech kim sanab ko'rmagan. Va nihoyat, botanik Lamark o'rgimchak oyoqlarini sanab, yo'q, ularning 8 oyog'i bor. Ularning 8 oyog'i bor. Shuning uchun ular hasharot emas degan. Bu qiziq. Esingizdami? Bu o'tmishdagi odamlar haqida gaplashganmiz. Ular asrlar davomida onalari va dadalari, bobosi va buvisi aytgan so'zlariga ishonib kelishgan. Ular o'zlari hech narsani mustaqil o'rganmaganlar. Kalom bilan ham xuddi shunday. Ba'zan biz buni to'g'ri deb o'ylaymiz. Chunki onam, buvim, buvimning buvisi shunday qilgan. Demak, bu haqiqat. Shunday qilib, biz ham shunday qilishda davom etyapmiz. Biz avval aytganimizdek, yil mavjudligining ilmiy sabablari bor. Nima uchun bu shunday? Bu biz quyosh atrofida aylanayotgan vaqt. Yer aylanadi. Va bu taxminan 365 kun davom etadi. Ba'zan yer o'z yo'lida aylanishi uchun biroz ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Ba'zan yer o'z o'qi atrofida aylanishi uchun biroz ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun Kabisa yili bo'ladi. Oylar nima uchun kerak? Siz aytasiz, chunki oy aylanadi va yer ham aylanadi, oy yer atrofida aylanadi va bu taxminan 30 kun davom etadi. Kun haqida nima bilamiz? Nima uchun kun bor? Xo'sh, bu ham juda oddiy, shunday emasmi? Chunki biz aylanamiz. Bir kuni kimdir menga, biz juda tez aylanganimiz uchun har kuni boshimiz og'riydi deydi. Lekin albatta bu to'g'ri emas. Albatta yo'q. Yer aylanadi.
Garchi biz bu haqda o'ylamasak ham, bu jarayon taxminan 24 soat davom etadi. Nima uchun haftalar bor? Uning mavjudligining ilmiy sababi nima? Google ga kirib ko'rishingiz mumkin. Turli nazariyalar mavjud. Lekin faqat muqaddas kitobda aytilgan narsa haqiqatdir. Agar siz Xudo so'ziga murojaat qilsangiz, Xudo 6 kun ichida osmon va yerni yaratib, 7-kun dam olganini ko'ramiz. Mana shunday. Bu oddiy. Demak, yakshanba topinish kuni. Sababi nima? Aytgancha, men sizga fil suratini yana ko'rsatishni deyarli unutibman. Balki sizlardan ba'zilari uni avvalgi safar ko'rmagandir. Ehtimol siz filni ko'rishni orzu qilgandirsiz. Va u chiroyli emasmi? Bu nima? Siz bu fil emas deysiz. Albatta bu fil. Yo'q. Bu nima? Zebra? Ha, bu o'sha. Ko'ryapsizmi? Siz zebrani fil deyishingiz mumkin, lekin qancha aytmang, u baribir zebra bo'lib qoladi. Shunday emasmi? Mana fil qanday ko'rinishga ega. Bir kuni u Botsvanadagi milliy bog'da bizga boshqacha ko'z bilan qaradi. Uni jahli chiqdi. Men esa qo'rqib ketdim. Siz qancha xohlasangiz, yakshanbani shuncha marta shanba deyishingiz mumkin. Ammo baribir u haftaning birinchi kuni, tirilish kuni bo'lib qolaveradi. Xudo bizga haftaning birinchi kunida unga sajda qilishimiz kerak deb aytmagan. Yo'q. Vahiy 12:9 da shunday dedi. Ulkan ajdaho yerga uloqtirildi. Butun dunyoni aldagan. Bu qadimgi ilon, iblis va shayton deb atalgan. U o'z farishtalari bilan yerga uloqtirildi. Xudo so'zida yozilishicha, farishtalarning 3dan 1 qismi, shuning uchun bu aldamchi, o'sha shayton, buyuk yolg'onchi, Xudoning qonuniga hujum qiladimi? Xudoning qonuniga buyuk yolg'onchi shayton yaratganga qarshi chiqib, yaratilish ramzini shubhaga qo'yishi mantiqiy emasmi? Yaratilish ramzi bu 7-kun, shanba. 4-amir shunday deydi. Xo'sh, kalomdagi shanba kunini kim o'zgartirdi? Xudo emas. Malaxiya 3:6. Men egangizman. Men hech qachon o'zgarmayman. Kalomdagi shanba kunini kim o'zgartirdi? Iso emas. Ibroniylarga 13:8. Iso Masih kecha, bugun va to abad o'shadir. U o'zgarmaydi. Kalomdagi shanba kunini kim o'zgartirdi? Shogirdlar emas. Yo'q. Butrus va boshqa shogirdlar odamlarga emas, Xudoga ko'proq itoat qilish kerak deb javob bergan. Havoriylar 18:4. Har shabbat kuni u sinagogada munozara o'tkazib, yahudiylar va yunonlarni ishontirishga harakat qildi. Shunday qilib, ular shanba kuni jamoatga borishgan. Unda buni kim qildi? Xo'sh, agar biz e'tibor qilib qarasak, Doniyor kitobida javob bor. Doniyor 7:2. Men tushimda bir vahiy ko'rdim. Osmonning 4 tomonidan esayotgan qattiq shamol, ulkan bir dengizni to'lqinlatayotgan edi. Suhbatdoshim menga shunday dedi. 4-maxluq. Bu yer yuzidagi hukmronlik qiladigan 4-shohlikning timsolidir. Demak, 4-shohlik. Buni eslab qoling. Doniyor kitobining 2-bobi. Agar uni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, orqaga qaytib taqdimotni tomosha qiling. U barcha bo'shliqlarni to'ldiradi. Gap Navbuqadnazarning tushi haqidadir. Bobil oltin bosh. Bu dunyo tarixining bir qismi. Shunday sifatida mavjud bo'lgan shohlik. Bobil oltin bosh. Ko'krak va kumushdan yasalgan qo'llar bu Fors. Gretsiya bu bronzali sonlar. Rim temir oyoqlar. Bo'lingan Yevropa temir va loy oyoqli va 10 ta barmoq. Bo'lingan Yevropa. Temir va loy oyoqlari va 10 ta barmoq. Mana shunday. Siz o'qiganingizning hammasi globalizm haqida. Katta iqtisodiy resurslar haqida eshitgan hamma narsalar Rimga yuborilmoqda. Sizga bu haqda yana aytib beraman. Bu haqiqat. 33 trillion dollarlik jamg'arma Rim papasi bilan birlashish uchun Rimga yuborilgan. Bu narsa biz yashagan kunlarda sodir bo'lgani ajoyibdir. Bu sodir bo'lmoqda. Doniyor 7:7. Uning 10 ta shoxi bo'lgani uchun u oldingi maxluqlardan ajralib turar edi. Chiqqan shoxining inson ko'zlariga o'xshagan ko'zlari va takabburona gapiradigan og'zi bor edi. Inson ta'limotlariga asoslangan insonning diniy kuchi. Ajoyib. Demak, boshqalarga o'xshamaydi. Bu siyosiy va diniy kuchdir. Xo'sh, u nima qiladi? Doniyor 7:25. Muqaddas bayramlar va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. Qoyil. Bu kuch Xudo qonunini o'zgartirishga harakat qiladi. Buni tasavvur qila olasizmi? Doniyor 8:12. Haqiqatni oyoq osti qilgan bu shoh har bir ishida muvaffaqiyat qozonar edi. Haqiqat, Xudo haqiqat, shunday emasmi? Asosiy maqsad Xudo aytganini rad qilish. Xo'sh, aslida shanba qanday qilib yakshanba bo'ladi? Nima uchun yakshanba?
Siz bilan ensiklopediyada yozilgan so'zlarni o'qishni xohlayman. Джона Иди, 561-bet. Shabbat ibronicha so'z bo'lib, orom degan ma'noni bildiradi. Yakshanba, Sunday, quyosh kuni. Haftaning birinchi kuni. Bu butparastlar tomonidan shunday nomlangan, chunki ular quyoshga sajda qilishgan. Biz Qohiradan tashqarida joylashgan piramidalarni ko'rgani bordik. Ular quyoshga ishora qilgani uchun yuqoriga, baland qilib qurilgan. Biz topgan tangalarda arxeologlar tangalarni Isroilda topgan. O'sha paytda Rimda va butun dunyoda bo'lgani kabi, Misrdagi odamlar ham quyoshga sig'inishgan. Ular quyoshga sajda qilishgan. Katolik dunyosi. Men turli jurnaldagi so'zlarni keltiraman. Ularning ba'zilari katolik manbalaridan. Va yana aytmoqchimanki, bu qorong'u asrlarda faqat bitta cherkov bo'lgan. Katolik umumiy degan ma'noni anglatadi. Umumiy xristian cherkovi bor bo'lgan. Katolik cherkovi va katoliklarga nisbatan qarshiligim yo'q. Bizni katolik do'stlarimiz bor. Qachonki biz osmonga borganimizda, ularning ba'zilari bizning qo'shnilarimiz bo'ladi. Afrikada 10 yil davomida xizmatchi bo'lib yurganimda, do'stlarim bo'lganini avval sizga aytgan edim. Juda ko'p rohibalar bizga mehribon bo'lgan, ruhoniylar esa bizning yaxshi do'stlarimiz. Bu tarix va azalda cherkov nima qilgani haqidadir. 1994-yili martda quyosh butparastlarining asosiy xudosi bo'lgan. Fors va boshqa mamlakatlarda quyoshga sajda qiluvchilar bor. Aslida quyoshda shohona narsa bor bo'lib, uni Isoni tasvirga moslashtirib, haqiqat quyoshi deyishgan. Shuning uchun bu mamlakatdagi cherkov eski butparast quyosh kuni ismini saqlab qolaylik. U pok, muqaddas bo'lib qoladi. Shunday qilib, Baldruga bag'ishlangan butparast yakshanba Iso uchun muqaddas bo'lgan masihiylar yakshanbasiga aylanadi. Rim imperiyasi parchalanib ketdi. Ishlar yaxshi ketmadi. Konstantin yahudiylar qo'zg'olonini tinchitdi. Masihiylar yahudiylar kabi shanba kuni cherkovga borishdi. Yakshanba esa g'ayri-yahudiylar uchun ibodat kuni bo'ldi. Shuning uchun Konstantin reja tuzdi. Cherkov esa uni qabul qildi. Agar hamma masihiylar yakshanba kuni sajda qilib, Rabbiyning tirilishini nishonlasa-chi? O'shanda butparastlar, bu ajoyib, shunday qilamiz dedi. Shuning uchun ular hamma narsani o'zgartirishga harakat qilishdi. Ammo bu amalga oshmadi, chunki Xudoning qonunini o'zgartirib bo'lmaydi. Uy bazasi haqida nima deganimni eslaysizmi? Uning hajmi 17 dyuym. Siz hech narsani o'zgartira olmaysiz. To'g'ri narsa doim to'g'ridir. Noto'g'ri narsa bu noto'g'ri. Xudoning amrlari bu Xudoning amrlaridir. U ularni o'z barmog'i bilan yozib bizga berdi va u o'z farzandi bo'lgan bizdan uni hurmat qilib, amrlarga rioya qilishimizni kutadi. Karl Keatingni Katolizm va fundamentalizm kitobidan 38-traktatida shunday deb yozilgan. Fundamentalistlar yakshanba kuni sajda qilish uchun yig'ilishadi. Biroq muqaddas kitobda topinish kuni yakshanbada bo'lsin degan isbot yo'q. Yahudiylarning shabbat yoki dam olish kuni albatta shanba kuni bo'lgan. Aynan katolik cherkovi tirilish sharafasiga asosan yakshanba masihiylar uchun sajda kuni bo'lishi kerak deb qaror qilgan. G'aroyib, shunday emasmi? Eslaysizmi? Men buni avval aytgan edim. O'lim ramzi, Isoning dafn etilishi va tirilishi bu rimliklarga maktubning 6-bobi, suvga cho'mish bo'lib hisoblanadi. Har safar kimdir suvga cho'mganida, bu odamga Iso u uchun o'lgani haqida eslatma beradi. U tirildi, u ko'tarildi va u bizni qutqarish uchun qaytib keladi. Aql bovar qilmaydi. Isoning o'limi va tirilishining ramzi bu suvga cho'mishdir. Biz Xudoning suratida yaratilganimizni eslatuvchi bu shanba bo'lib hisoblanadi. Ibtido kitobining 2-bobi va chiqishning 20-bobi. Rimliklarga 6-bob. Bizga Isoning o'limi, ko'milgani va tirilishini anglatuvchi suvga cho'mish haqida aytadi. Bu o'z qayig'i bilan o'ynashni yaxshi ko'rgan kichkina bola haqida. Va bir kun u otasi bilan qurgan qayiq. Bu qayiq shamolga ko'tarilganda, arqon uzilib, qayiqni boshqa qirg'oqqa oqizib ketgani. Bu bola u yerga borganida, qayiqni undan avval boshqasi olib ketgani uchun topa olmadi. Va ertasi kuni u shaharga borganda, u do'kon yonidan o'tayotib, oyna oldida sotuvga qo'yilgan kichik qayiqni ko'rdi. U ichkariga kirib, do'kon egasiga dedi: "Bu mening qayiqim." Do'kon egasi: "Yo'q, unday emas. Bu mening qayiqim." Kichkina bola: "Siz tushunmadingiz. Bu qayiq meniki. Men dadam bilan o'z qo'llarim bilan yasadik. Bu mening qayiqim. Kecha uni yo'qotgandim." Do'kon egasi javob berib: "Sen tushunyapsanmi? Sen tushunmayapsan. Kecha senga o'xshagan kichkina bola menga bu qayiqni olib keldi. Menga yoqib qoldi va men uni sotib oldim. Agar sen uni xohlasang, sen uni pulini to'lashing kerak.
Bola juda xafa edi. U uyiga borib, pul qutisidan kerakli pulni topdi. U do'konga qaytib kelib, "Mana qayiqni sotib olmoqchiman" dedi. Shunday qilib, u uyiga qaytayotganida qayiqqa qarab, "Sen 2 marta menikisan. Men seni yasadim va seni sotib oldim. Sen 2 marta menikisan." Iso shunday dedi: "Sen 2 marta menikisan. Men seni yaratdim va seni qutqardim." U bizni yaratganini eslatuvchi kun. Bu shanba kunidir. Chiqish 20-bob. 10 qonun. Ibtido 2-bob. Yaratilish tarixi. Iso biz uchun o'lganini ramzi. Bu suvga cho'mishdir. Rimliklarga 6-bob. U bizning yaratguvchimiz va najotkorimiz. Bu ajoyib emasmi? U bizning yaratguvchimiz va najotkorimiz. Doniyor 7:25. Muqaddas bayramlar va qonunlarni o'zgartirishga urinadi. Shunday qilib, muqaddas kitobda bashorat qilingan bu kuch o'rta asrlarda Xudoning qonunini o'zgartirishga harakat qildi. Islohotchilarni eslaysizmi? Ular doim takrorlashdi. Injil va faqat Isoga bo'lgan iymon. Sola fide, sola scriptura. Mana shuning uchun biz doim agar muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, unga ishonaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas deymiz. Uy bazasi haqida aytganlarimizni eslaysizmi? Uning o'lchami 17 dyuym. Siz hech narsani o'zgartira olmaysiz. Yo'q. Siz haqiqatni o'zgartira olmaysiz. Haqiqat bor va yolg'on bor, lekin agar biz Xudoga ergashib, amirlarni bajarsak, Isoning o'limini, ko'milganini, tirilishini va shuningdek gunohlarni kechirishini qabul qilsak, biz hech qachon aldanmaymiz. Siz hech qachon xato qilmaysiz. Biz bilishimizcha, qorong'u asrlarda dahshatli narsalar sodir bo'lgan. Men sizga tiriklayin yoqib yuborilgan Valdenslar haqida gapirib berganman. Ular o'z hayotini qurbon qildilar. Ular muqaddas kalomni olib, kiyimlariga tikib, katta shaharlarga borishgan. Biz bu g'aroyib Valden vodiysida bo'ldik. Ular hayotini xavf ostiga qo'yishgan. Ular Xudo kalomini saqlab qolish uchun hayotlarini qurbon qilgan. Shuning uchun biz, agar muqaddas kitobda yozilgan bo'lsa, men bunga ishonaman. Agar muqaddas kitobda shunday deyilgan bo'lsa, ishonaman. Agar u muqaddas kitobda bo'lmasa, bu men uchun emas. O'rta asrlarda cherkov qonunini o'zgartirdi. Sizning xudoyingiz kim? Muqaddas kitobmi yoki an'anami? Biz qaror qilishimiz kerak. Katolik yozuvlari manbasi shunday deydi: yakshanba kuni muqaddas kitobga emas, an'analarga asoslangan bo'lib, bu katolik farmoni bo'lgani mutlaqo to'g'ri. Siz uni yana bir bor Gibbonsning Otalarimizning iymoni deb nomlangan kitobining 565-betida o'qishingiz mumkin. Siz muqaddas kitobni ibtidodan kitobidan vahiygacha o'qishingiz mumkin. Ammo siz yakshanbani muqaddas kun bo'lgani haqida birorta ham oyatni topa olmaysiz. Muqaddas kitob Shabbat kuniga rioya qilishni aytadi. Qoyil. Portlandda bo'lganimizda eslayman. Oregon shtatida 21-may 1995-yil San Catherine'ning Sentinel jurnalida maqola chop etildi. Unda yozilishicha, cherkovda sodir bo'lgan balkim eng kuchli, eng inqilobiy o'zgarish bu 1-asrda sodir bo'lgan muqaddas kun shanba, yakshanba kuniga o'zgartirilganligi. Bu muqaddas yozuvlarda shunday deyilgani uchun emas, balki hokimiyat qaroridan, uning kuchli tuyg'usidan kelib chiqdi. Ko'rib chiqadigan odamlar muqaddas kalom yagona hurmatga loyiq bo'lishi kerak deb hisoblagan odamlar mantiqan 7-kun adventistlari bo'lib shanba kuni muqaddas degan unga rioya qilish kerak. Va biz amin deymiz. Jahon adventistlari radiosi xursandchilik bilan bu haqda butun dunyoga aytib beradi. Bu yaxshi yangilik, chunki Iso yana keladi va Xudo bizni unga sodiq bo'lib, barcha amirlarga rioya qilishga chaqiradi. Sizni nima boshqaryapti? Muqaddas kitobmi yoki urf-odatlarmi? Mark 7-bob 9-oyat. Bu Isoning maxsus so'zlari. Ha, sizlar urf-odatlaringizni saqlash uchun Xudoning amrlarini chetlab o'tishni zo'r yo'lini topgansizlar. Xudoning kalomidan ko'ra urf-odat muhimroqmi? Yo'q. Xudoning kalomi bu 17 dyuymli uy bazasi. Siz hech narsani o'zgartira olmaysiz. Yo'q. Kim sizning xo'jayiningiz? Iso yoki cherkovmi? Aql bovar qilmaydi. Hizqiyo 20:12. Men Shabbat kunlarini o'zim va ular orasidagi alomat qilib berdim. Demak, bu shanba, bu amirdir. Muqaddas kitobim menga odam ato va momo havoda shanbaga rioya qilgan demoqchi. Muqaddas kitobim menga Ibrohim shanbatga rioya qilgan deydi. Muqaddas kitobim menga Muso shanbaga rioya qilgan deydi. Muqaddas kitobim menga Ilyos g'orda yashiringanda ham shanbaga rioya qilgan deydi. Muqaddas kitobim menga Shoh Davud shanbatga amal qilgan deydi. Muqaddas kitob menga Doniyor shanbaga amal qilgan deydi. Muqaddas kitob menga aytadi, Maryam shanbaga rioya qilgan deydi. U shanba kuniga rioya qilgan.
Muqaddas kitob menga barcha shogirdlar Butrus va Pavlus shabbatga amal qilgan deydi. Pavlus Yuhanna Patmos orolida hammasi shanbaga amal qildi. Iso shanbaga rioya qilgan. Shunday qilib ko'ryapmizki, agar bu Ibrohim, Muso, Ilyos, Davud, Doniyor, Butrus, Pavlus, Maryam va Iso uchun to'g'ri bo'lsa, unda biz ham unga rioya qilishimiz kerak deb o'ylaysizmi? Bu biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa emasmi? Men buni qilishni xohlayman. Bizda tanlash huquqi bor. Muqaddas kitob yoki urf-odat, Xudoning qonuni yoki insoniy ta'limot, Isoning ta'limoti yoki insoniy g'oyalar, ilohiy buyruq yoki inson qonuni, haqiqat yoki aldov, haqiqat yoki soxta, Xudoning yo'li yoki insonning yo'lini tanlaymizmi? Mark 7:9. Ha, sizlar urf-odatlaringizni saqlash uchun Xudoning amrlarini chetlab o'tishni zo'r yo'lini topgansizlar. Vahiy 14:12. U yerda yozilishicha, azizlarning sabr-toqati talab qilinadi. Bu siz haqingizda. Do'stim, siz haqingizda. Xudo sizni juda sevishini aytadi. U faqat siz uchun o'lishga tayyor. Bu yerda Xudo amrlarini bajarib, Isoga ishongan azizlarning sabr-toqati darkor. 1-Yuhanna 5:3. Xudoni sevish, uning amrlarini bajarish demakdir. Xudoning amrlari esa qiyin emas. Muqaddas kitob juda tushunarli kitob. Kimdir menga, cho'pon, Maryam xolam haqida nima deyish mumkin? Unga nima bo'ldi? U juda yaxshi masihiy. Nahotki u shanba kunga rioya qilmagani uchun va Xudoning qonuniga bo'ysunmagani uchun halok bo'ladimi? Yoqub 4:17 da. Maryam va shu kabi odamlar uchun aytilgan so'z bor. Demak, qilishingiz kerak bo'lgan yaxshi ishni bila turib, qilmasangiz gunoh bo'ladi. Shunday qilib yaxshilik qilishni bilgan, muqaddas kitobni bilgan, Xudoning qonunini o'rgangan va nima to'g'ri ekanligini bilsa ham, buni qilmaydigan odam uchun bu gunohdir. Mariya, sening Mariya xolang yoki Jim amaki yoki boshqa kimdir bu haqda hali bilmaydi. Demak, bu ular uchun gunoh emas. Muqaddas kitob shunday deydi. Oh deysiz. Men bu uchrashuvlarga kelmasligim kerak edi. Televizorni tezda o'chirib qo'yishim kerak. Uni o'chirmang. Faqat diqqat bilan tinglang. Bu haqiqat. Agar siz kursni o'zgartirib, Xudo inomini va uning rahim shafqatini qabul qilib, Rabbim shanba kuniga rioya qilishni xohlayman, chunki men seni sevaman. So'zimni yakunida Vissam tarixiga qaytishni istardim. Ha, u yaralangan edi. Pichoq egilib ketgan. Ajoyib. Uni o'ldirmoqchi bo'lganlar o'zlari hayotdan mahrum bo'ldi. Biz Vissam bilan ishlar ekanmiz. Birgalikda u yerda biz qurayotgan stansiyadagi ishimizni davom ettiramiz. Yaqinda ba'zi bir odamlarimiz, Keti, Kemi, bizning tasmaga olish guruhimiz va boshqalar u yerda Iso suvga cho'mgan Iordan daryosidagi ajoyib suvga cho'mish jarayonida bo'ldi. Aql bovar qilmaydi. Men sizga suvga cho'mishdan rasmlarini ko'rsatdim. U yerda Vissamni jiyani bor edi va men u bilan suvga cho'mish haqida gaplashdim. Xudoning inoyati bilan u bu qarorni qabul qildi. Aziz Rabbim, sevgingiz uchun rahmat. Bizning gunohlarimiz uchun o'lgan Iso uchun minnatdorman. U bizga berayotgan umid uchun senga minnatdorman. Isoning o'limi, ko'milishi va tirilishini eslatuvchi suvda iymon keltirish uchun rahmat. Har safar kimdir suvga cho'mganida, u suvli qabrga kirganda, hamma eski narsa o'ladi. Ota, bizning yaratguvchimiz bo'lganing uchun rahmat. Biz qandaydir tushunarsiz narsadan, tushunarsiz yo'l bilan paydo bo'lmadik. Sen bizni o'z suratingda yaratgansan. Shuning uchun rahmat. Sen aytding va barpo bo'ldi. Biz senga tegishli bo'lib, sening farzandlaring ekanligimizni, sen bizga yaratganingni eslatish uchun, bizga shanba 7-kunni berganing uchun senga rahmat aytaman. Rabbim, bizni marhamatla, xususiy muhtojlikka ega bo'lganlarni marhamatla. Sen bizni qanchalar sevishingni tushunishda hammaga yordam ber. Iso nomi bilan so'ranaman. Amin. thank you